Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatinizlar ekranımızda olsun. Xitay dairleri yana bir Uyg'ur amaldarini jazoladı. Atalmış Şinjan Gündelik Gazetining 11 sentabr e'lon qilgan xabarda bildirilishicha, atalmış Abdunum rayonluq axborot nashriyot kino televiziya idorasining sobiq idora boshlig'i, partiya guruhisining muavin sekretari Gulshan Turaxun intizomga xiloflik qilish bilan ayblangan bo'lib, uning atalmış Abdunum rayonluq siyosiy kengash 12-navbatlik komitetidagi a'zolik salohiyati bekor qilingan. Gulshan Turaxun xizmatga tushgandan tortib atalmış Abdunum rayonluq axborot nashriyot idorasida xizmat qilgan. 2011-yili mazkur organning idora boshliqligiga saylangan. 2014-yili axborot nashriyot radio kino televiziya idorasi qurilgandan keyin bu organning idora boshliqlik vazifasini o'tagan. Xabarda Gulshan Turaxunning qaysi intizomga xiloflik qilganligi va boshqa qanday jazolarga uchraydiganligi haqida ma'lumot berilmagan. Xitoy doiralarining yaqinqi bir necha yil ichidagi qonliq siyosati oddiy fuqarolarga emas, balki Xitoy organlarida xizmat qilayotgan Uyg'ur amaldorlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bo'libmi Xitoyning atalmış 200'lümechilarni tozalash harakati jarayonida ko'plagan Uyg'ur amaldorlar o'xshamagan darajada jazolandi. Ma'rif, nashriyot, axborot sohasi bo'lsa Xitoyning eng og'ir zarba nishoniga aylanmoqda. Xitoy Amerika diplomatlariga qarata jazo yurgizganligini e'lon qildi. Amerika ovozining 11 sentabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Amerikaning Xitoy hamda Hong Kongda turishliq elchixona xodimlarining faoliyatiga cheklama qo'ydiganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian juma kuni bayonot e'lon qilib, Amerikaning Xitoydagi bosh elchixonasi va diplomatlariga, shundaqla Amerikaning Hong Kong konsulxonasidagi barliq xodimlarining faoliyatiga cheklama qo'ydiganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 3-sentabr Amerika Davlat ishlari mahkamasining organ to'rida bayonot e'lon qilib, Xitoyning Amerikada turishliq diplomatlarga qo'ygan har xil cheklamalarni ko'rsatib o'tgan edi. Bayonotda Amerikaning Xitoyning Amerikada turishliq diplomatiya amaldorlariga o'xshash cheklash tadbiri yo'l qo'ydiganligi, jumladan Xitoyning yuqori darajalik diplomatlari Amerikadagi maktablarni ziyorat qilish yoki yerlik hukumat amaldorlari bilan ko'rishishdan ilgari cho'qim Amerika hukumatining tasdiqidan o'tkazishi kerakligi, 50 kishidan ortiq odam qatnashadigan diplomatiyaga aloqador madaniyat faoliyatlarini o'tkazishdan burun cho'qim Amerika hukumatining tasdiqidan o'tkazishi kerakligi bildirilgan. Zhao Lijian Amerika tarafining bayonotiga norozilik bildirib, Amerikaning harakati xalqaro qonun va xalqaro munosabatning asosiy nizomlariga og'ir darajada xilof bo'lib, Xitoy Amerika munosabati va ikki taraf o'rtasidagi normal aloqaga buzg'unchilik qildi degan va Amerikaning xatoligini darhol tuzatishi kerakligini, aksicha bo'lganda Xitoyning buningga tegishli javob qaytaradiganligini bildirgan edi. Mulan filmi ishlangan Turpan shahar ichi va atrofida 8 o'rinda lager borligi dalillandi. Disney film shirkati Turpanda ishlagan Mulan filmi 4-sentabr kuni qo'yilishga boshlagandan keyin Turpandagi lagerlar bir qism xalqaro jamoatning diqqat markaziga aylandi. Erkin Osiyo radiosi muxbirining bu sababdan Turpanga qarata elib borgan telefon ziyoratlari davomida Turpanning shahar ichi va atrofida 8 o'rinda lager borligi dalillandi. Mazkur lagerlarning 3'ida vazifa o'tagan bir soqchi xodimi bu lagerlardagi tutqunlarning aran bir oyda bir qatim havolantirilganligini oshkor qildi. Mulan filmining Sharq Turkistondagi lagerlarga odam to'plash avjiga chiqqan 2018-yilda sinig'i elinishi mazkur film ishlaguvchilarining bozor qo'g'lishib Sharq Turkistondagi siyosiy fojialarga ko'z yumganlik masalasini axborot kun tartibiga elib keldi. Disney film shirkatining film ishlash jarayonida lagerlar masalasiga shohid bo'lmasligining mumkin emasligini ishoratlagan kanadalik lager tadqiqotchisi Shaun Jang, Disney film guruhi Turpan aerodromidan Pichonga qarab manganda az deganda 7 lagerga shohid bo'ladiganligini o'tirg'a qo'ydi. Erkin Osiyo radiosi muxbirining telefonini qabul qilgan Pichondagi soqchi xodimi Turpan shahar ichi va yaqin atrofida 8 o'rinda lager borligini dalilladi. Bu xodim yana mazkur lagerlarda o'xshamagan vaqtlarda vazifa o'tagan bir soqchining telefon nomerini ta'minladi. Navbatda bir soqchixonada yordamchi soqchi bo'lib ishlayotgan bu xodim o'zining Turpan shahar ichi va atrofidagi 3 lagerda vazifa o'taganligini tilga oldi. Bayon qilinishicha, u Turpan shahridagi 1, 5 va 6 tarbiyalash maktabi deb atalgan 3 lagerda vazifa o'tagan.
u o'zining bir yordamchi soqchi bo'lish sifati bilan lagerning umumiy ahvoli haqida ko'p bir narsa bilmaydiganligi, faqat 5-lagerdagi bir qism ishlardan xabardor ekanligini aytdi. O'zi ishlagan lagerlarning o'rni va qurilishi haqida qisqacha ma'lumot bergan bu xodim 5-lagerdagi bir sinfda 36 kishi o'qiganligi va bu 36 kishining yoshda eng cho'ngining 60 yosh, eng kichikining 17 yosh ekanligini oshkorladi. Mazkur xodim yana bir sinfda o'qiydigan 36 kishining bir yotoqda yotganligini bayon qildi. Muxbir uningdan yotoqning cho'ng kichikligi va havo o'tishish ahvolini so'raganida u tutqunlarning oyda bir qitim bino sirtiga elib chiqilib havolantirilganligini bayon qildi. Uning deyishicha, bu havolantirishga butun lagerdagi o'quvchilar birlikda emas, balki bir sinf bir soatdan navbat bilan elib chiqiladi ekan. Lagerda kishilar ko'p bo'lganligi uchun ba'zida havolantirilish navbati bir oydanmi eshib ketadi ekan. Növbəti Şvetsiyada yaşayotgan sobiq saqchi Yo'lvos apandi Sharqi Turkistondagi qamoqxonalarda odatda jinoyatchilarning 7 kunda bir qatim havolantirilganligini bayon qilib, lagerdagilarning kunining turma va qamoqxonadami nachar va vahimalik ekanligini eskartdi. Ma'lum bo'lishicha, Turpanda ishlangan Mulan filmining oxirida atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik tashviqot idorasi bilan Turpan viloyatlik saqchi idorasiga hashqalla aytilgan. Sobiq saqchi Yo'lvos apandi film ishliguvchilarining Turpandagi mazkur lagerlarni ko'rmasligi va lagerda bo'layotganlarni bilmasligining mumkin emasligini, faqat bozor qo'g'lishibla tashviqot tarmoqlarining ra'yiga beqib, lagerdagi fojialarga ko'z yumganligini ilgari surdi. Turpanda 3 lagerda vazifa o'tagan mazkur saqchi xodimi 1-lagerda 5 oy vazifa o'tash jarayonida o'zining 12 kishining o'limiga shohid bo'lganligini oshkorladi. Amerika Davlat Majlisining 100 dan ortiq a'zosi Uyg'urlar va Tibetlar masalasi bo'yicha birlashma maktub e'lon qildi. Amerika Davlat Majlisi Avam palatasining a'zolaridan Andy Levin va Jim McGovern boshchiligidagi 100 dan ortiq Davlat Majlisi a'zolari bugun Uyg'urlar va Tibetlar haqidagi birlashma maktubga imzo qo'ydi. Mazkur kollektiv maktub Amerika hukumatining Chengdu shahridagi konsulxonasining taqilish munosabati bilan yozilgan bo'lib, kollektiv imzo qo'yishdan keyin Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning ishxonasiga avatildi. Andy Levin apandining to'rbetidan ma'lum bo'lishicha, mazkur birlashma maktubda Amerikaning Chengdudagi konsulxonasining taqilishi tufaylidan Tibet va Sharqi Turkistondagi siyosiy va ijtimoiy vaziyatni kuzatish mexanizmi ig'ir buzg'unchilikka uchraganligi, buning bilan Sharqi Turkiston va Tibetga doir uchurlarni to'plashdagi eng muhim diplomatik qal'aning o'z funksiyasini yo'qotib qo'yganligi, buning bilan kishilik haqlari ig'ir darajada dafsandichilikka uchrayotgan Uyg'urlar va Tibetlarning bundan keyingi ahvolidan xabardor bo'lishning imkoni qolmaganligi alohida ta'kidlangan. Maktubda Sharqi Turkistonda millionlarcha kishi lagerlarga qamalayotganda Amerikaning Chengdudagi konsulxonasining taqilishining Sharqi Turkistondagi vaziyatni kuzatishga salbiy ta'sir ko'rsatadiganligi, shunga bu masalaga hargizmi sal qarashga bo'lmaydiganligi tilga ilingan. Maktubda Uyg'ur kishilik huquq qonunidagi belgilamlar bo'yicha Amerika Davlat Majlisiga Sharqi Turkistondagi kishilik huquq masalasiga doir dokumentlarni talab qilish huquqi berilganligi, garchi Sharqi Turkistonning vaziyatini kuzatish vazifasi izchil Beijingdagi bosh elchixonaning vazifa doirasida bo'lsa-mu, ammo Amerikaning Chengdudagi konsulxonasining taqilib qilishi bu jihatdagi xizmatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi alohida tilga ilingan. Shunga ular mushu ahvollarni ko'zda tutib, biz Tashqi ishlar ministrligining Amerika Davlat Majlisiga Uyg'urlar va Tibetlarning bundan keyingi kishilik huquq vaziyatini davomli kuzatish haqidagi tafsiliy strategiyasini tezdan yo'llashini talab qilamiz deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qitimliq maktubga Brad Sherman, Christopher Simmons, Jennifer Winston, Ted Yoho qatorliq 100 necha kishi imzo qo'ygan bo'lib, Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu jihatda biror amaliy qadam ilishiga turtki bo'lish rolini o'ynaydi ekan. Xitoy Talibanlarga yangi takliflarni sundi. Amerika armiyasining Afg'onistondan chekinib chiqishiga ergashib, Xitoy rejimining tezdan bu rayonga qo'l tiqishga oldirayotganligi yaqindan buyon zo'r diqqat qo'zg'ashga boshladi. Maliya vaqti gazetining 8-sentabrdagi xabarda aytilishicha, Xitoy rejimi Afg'onistondagi Taliban kuchlariga yangidan taklif sunib, Amerika armiyasi chekingandan keyin Taliban hokimiyati Afg'onistonning tinchligiga kepillik qilsa, Xitoy rejimi bir qator yo'l qurilishi bilan ta'min etadi degan. Xabarda aytilishicha, Taliban kuchlari bilan yaqin munosabatdagi 2 nafar yuqori darajali qabila oqsoqoli bu ishlarni oshkorlagan bo'lib, Beijing doiralari Talibanlar bilan bo'lgan o'tgan 3 oylik suhbat jarayonida
o'zlarining energiya va ul muassasa qurilishiga salmoqliq mablag' soldiganligini bildirgan. Ularning bildirishicha, Xitoy rejimi buningda Afg'onistondagi har qaysi cho'ng shaharlarni bir-biriga tutashtiradigan tosh yo'l qurilishini ko'zda tutmoqda ekan. Xabarda aytilishicha, Pokiston hukumatidagi yuqori darajalik yana bir amaldor Trump hukumati Afg'onistondan askar chekintirishni boshlagandan buyon Xitoy rejimining Talibanlar bilan izchil suhbatda bo'lib kelayotganligini dalillagan. Shuningdek, bu jarayonda Afg'onistonda yangidan terrorlik bilan munosabatli hodisalarning ko'rilmasligi alohida ta'kidlangan. Singapurdagi xavfsizlik masalalari tadqiqotchisi James Dorsey bu haqda to'xtalib, shubhisizki Afg'oniston tosh sanab bo'lguncha Xitoy rejimi qum sanab bo'lmoqchi bo'lyapti. Ular mushu orqali o'zlarining chegarasiga yaqin joylarda boshqacha ahvollarning ko'rilib qolishidan ansirmoqda degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi izchil muhojiratdagi bir qism Uyg'urlarning Sharq Turkiston Islom harakati nomli tashkilot qurganligi hamda ularning Talibanlarning va Osama bin Laden qurgan Al-Qoida tashkilotining yordamiga erishganligini ta'kidlab kelgan edi. Angliya cho'qim Uyg'urlarni erkinlikka chiqaradigan bir yo'l tepishi kerak. 9-sentabr kuni Angliya parlamentida maxsus Uyg'urlarning vaziyati haqida bir munozara yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Angliya parlament a'zosi Shabana Mahmud Uyg'urlarning hozirgi vaziyati haqida nihoyat kuchli bir nutq so'zildi. U so'zida men bugungi fursat orqali hukumatimizni Xitoy rejimi va ularning Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun kuchli yo'sinda besim shakllantirishga chaqiraman. Endi bu jinoyat jazosiz qilivermasligi kerak. Cho'qim biri o'ttiriga chiqib, buningga yetar amdi deyishi kerak deganlarni bildirdi. Shabana xonim so'zda yana Xitoy rejimining Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosatlarining irqiy qirg'inchilikdan boshqa narsa emasligini qayta ta'kidladi. U so'zida yana Xitoy rejimi faqat irqiy qirg'inchilik deb atashga bo'ladigan harakatlarini to'salg'usiz davom qilmoqda. Ammo buningga qarshi kuchli rahbarlik va harakatlar umid qilinayotgan daqiqalarda faqat asnash ovozlari kelmoqda dedi. Hamda hukumatlarning bu masaladagi sus pozitsiyasini tanqid qildi. Shabana xonim Uyg'ur lager shohidlarining televiziyalarga bergan guvohlik so'zlaridan naql keltirib, lagerlarda 1 milliondan ortiq Uyg'urning qattiq qiyin qistoqlarga duchor bo'layotganligini, Uyg'ur ayollarining majburiy tug'mas qilinayotganligini, kishilarning o'layotganligini, Uyg'urlarning qattiq nazorat va besim ostida yashayotganligini misollar bilan so'zlab o'tdi. U bu jinoyatlarning tizimligi intayin uzun va qo'rqinchli dedi. Shabana xonim so'zda yana hozir kuchlik munozara temasi bo'layotgan Mulan filmini tilga oldi. U Disneyning Uyg'urlar zulm ko'rayotgan rayonda film ishlashi va Xitoy soqchi organlariga rahmat aytishdek harakatini Uyg'urlarga qilinayotgan zulmni ko'rmasga selib olishning eng yorqin o'rnagi dedi. U Mulan filmidagi oila, do'stlik va hurlik tasvirlangan bir film odamni masxara qilgandek dal majburiy tug'mas qilish elib berilayotgan, oilalar vayron qilinayotgan, zolimlarcha jinoyatlar elib berilayotgan, qisqasi irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan joyda suratga elingan dedi. U yana Angliya hukumatiga mundaq deb chaqiriq qildi. Biz bu yuz berayotgan ishlardan aloqazada bo'lishimiz va cho'chishimiz kerak. Shundaqla biz cho'qim Uyg'urlarni erkinlikka chiqaradigan bir yo'l tepib chiqish uchun qat'iy niyatga kelishimiz kerak. Men hukumatimizning bu ofatni to'xtatish uchun ochqishliq rol o'ynay oladiganligiga ishonaman. Men zulmda rol olgan mayli hukumat xodimlari va xususiylar bo'lsin, ularni Magnitskiy qonuni orqali jazolashning vaqti allaqachon yetib keldi deb qarayman deganlarni bildirdi. Roland Hardwickning Xitoyni oqlashi tanqid va masxaraga duch keldi. 9-sentabr Germaniya parlamentida Yevropa ittifoqi bilan Xitoy munosabati to'g'risida munozara nomli bir yig'in chaqirilgan edi. Yig'inda parlamentning muavin raisi Thomas Oppermanni qo'shganda jami 6 partiya va 1 ministrlikdan bo'lib 9 nafar parlament a'zosi nutq so'zlagan edi. Gerçi yig'inning temasi Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning munosabati bo'lsa-mu, hamda Yevropa ittifoqining Xitoy siyosatini belgilash asosiy mazmun qilingan bo'lsa-mu, ammo yig'inda so'z olgan parlament a'zolarining hammasida Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan bostirish siyosatini va jazo lagerlari tuzumini ayblashni unutmagan edi. Biroq 2013-yili yangidan qurilgan kishilar raqobatchi partiya deb ataydigan AfD, ya'ni Germaniya uchun tanlash partiyasining parlamentdagi a'zosi doktor Roland Hardwick bu yig'inda Xitoyning advokatligini qilib, Xitoyni madhiyagan va Xitoyning jazo lagerlari tuzumini oqlagan.
Uning Xitoyni oqlashi shu kunidan boshlabla ijtimoiy taratqularda nomussizlik, Xitoyga setilganlik degandek iboralar bilan tanqidga uchrab qolmay, u so'z qilayotgan naq maydonning o'zida boshqa parlament a'zolarining kuchlik masxarasiga duch kelgan edi. Roland Hardvikning so'zi haqida to'xtalgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqinaysa apandi natsistlik ideologiyasi bilan Xitoyning kommunistik ideologiyasining farqlanmaydiganligini ilgari surdi. Roland Hardvik so'zining beshida Xitoy Kommunist partiyasining 70 yillik natijasini olqishlab, Xitoylar jafoli xizmat va farosatli iqtisodiy islohot orqali o'z davlatini dunyodagi rahbar davlatga aylantirdi degan. U so'zning davomida yana Xitoyni og'ziga tegmay maqtaganda zal ichida masxara cho'qonlari ko'tarilgan. Parlament a'zolari ullik ovozda uni tanqidlagan va kulib masxara qilgan. Biroq uning partiyasining bir qancha a'zolari chavoq chalgan. Biroq doktor Roland Hardvikning nutqidan keyin so'zga chiqqan Erkin Demokratlar partiyasining a'zosi, Germaniya kishilik huquq komitetining raisi Goyde Jensen xonim uning so'zini tubdan inkor qilib, Xitoyning jazo lagerlariga qamalgan millionlarcha Uyg'urning dramatik fojialariga duch kelayotganligini ta'kidladi. Shundaqla bugun bu parlament yig'inida Xitoyning kishilik huquq dafsandachiligi to'g'risida o'rtaq ovoz chiqargan parlament a'zolariga rahmatini bildirdi. U so'zining davomida parlamentning Xitoy siyosatida yuz berayotgan o'zgarishlardan mamnunman. Tashqi ishlar ministrligimi Xitoyga qanday talaffuzda gap qilishning yo'lini topdi. Biz bu ovozimizni o'rtaq holda Yevropa ittifoqida chiqarishimiz uchun tirishchilik ko'rsatishimiz lozim deganlarni bildirdi. Bir qism jamoat arboblari ma'rif jamiyatini ziyorat qildi. 11 sentabr tushdan keyin Uyg'ur muhojirlari orasidagi bir qism ulamolar va jamoat arboblari Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. Mehmonlarni Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon qarindosh jamiyat raislari bilan birlikda kutib oldi. Ikki taraf Uyg'ur muhojirlari orasida yuz berayotgan qisman masalalar, Uyg'ur muhojirlari yo'liqayotgan qiyinchilik, krizislar va ularni hal qilish tadbirlari haqida o'zaro muzokiralashdi. Bugun 12-sentabr yana bir qism jamoat arboblari va yashanganlardan tashkillangan bir hay'at ma'rif jamiyatini ziyorat qilib, jamiyatning muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqi uchun qilayotgan xolisona xizmatlarini qo'llaydiganligini, har qanday vaziyatda jamiyatning yanida turadiganligini bildirdi. Shundaqla 11-iyul yangi nasil harakati ayollar bo'limidan bir hay'at Nuzgum jamiyatining Zaytunburnidagi ishxonasini ziyorat qildi. Mehmonlarni Nuzgum jamiyatining raisi Munavvar o'z Uyg'ur xonim boshchiligidagi jamiyat rahbarlik hay'atidagi xonimlar qizg'in kutib oldi. Suhbatda o'zaro hamkorlik asosida xizmatni taraqqiy qildirish haqida fikr almashtirildi. Ko'kay jamiyati ijtimoiy yordam xizmatini aktiv davomlashtirmoqda. İstanbulda Sharq Turkistonlik muhojirlar uchun aktiv xizmat qilayotgan Ko'kay insoniy yordam jamiyati 10 sentabr ehtiyojli 770 oilaga turmush buyumlari va yemaklik tarqatib berdi. Jamiyat Avstraliyada faoliyat qilayotgan Shukr fondi bilan hamkorlashib, qiyinchilik tortayotgan 770 oilaga kundalik turmush buyumlari, yemak-ichmak va maska qatorliq narsalar qochilangan yeshik va bir xaltadan un tarqatib berdi. Ko'kay jamiyati qurilgandan beri Turkiyadagi yordamga ehtiyojli Sharq Turkistonlik muhojirlar uchun maxsus xizmat qilib kelmoqda. Shundaqli xalqarodagi insoniy yordam jamiyatlari hamda vaqflar bilan zich hamkorlashib, ijtimoiy yordam xizmatini aktiv jonlantirmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.